O'zbekistonda 95% odamlar pullarini dollarda saqlashadi va bu eng katta xatoligini bugun bilib olasiz. 2025-yilning o'zida dollar o'z qadrini 8,5% ga yo'qotdi. Bu degani yil boshida o'z pullaringizni, masalan, $10,000 dollarda saqlab qo'ygan bo'lsangiz, hozirda $850 zarardasiz. $100,000 bo'lsa 8,5 degani. Ko'pchilik dollarni xavfsiz deb o'ylashadi. Rostdan ham shunaqami? Keling, faktlar bilan ko'rib chiqamiz. Dollar oxirgi 10 yildan 6 yillik statistika bo'yicha o'z qiymatini maksimum 8,5% gacha ko'targan. Qolgan 4 yilda esa o'z qiymatini 15% gacha yo'qotdi. Keling, bu holatni tilla misolda ko'rib chiqamiz. Oxirgi 10 yillik statistika bo'yicha tillartiga 3 yil zararda yopilgan. Maksimum zarar miqdori 3,5%. Lekin e'tibor bering, bu yilning o'zida 65% gacha qadrini ko'tardi. Bu degani, yil boshida o'z pullaringizni, masalan, $10,000 tillada saqlab qo'yganingizda, hozirda $6,500 hisob foydada bo'lishingiz mumkin edi. Menimcha, dollar xavfsiz valyuta degan fikringiz o'zgardi. Agarda moliyaviy bilimingiz bo'lsa, pullaringiz bir yilda 20, 50, hatto 100% gacha o'sishi mumkin. Agarda bilim bo'lmasa, pul shunchaki qog'oz. Bizda bitta muammo bor. Pul ishlashi kerak degan tushunchani hech kim o'rgatmaydi. Pulni saqlashga o'rgatishadi. Aynan shu narsa odamni kambag'al qiladi.